Voy, bilaman oyog'ingiz og'riyotganini, adi? Bo'pti, xo'p. Tinchlikmi? Odam qaragandan keyin shunaqa bo'lib qoladimi? Qanaqa? Yo'q, yosh bola bo'lib qolganlar-da, boru. Injular boru, bitta gapni 10 marta qaytaradilar. Mana bugunning o'zida 10 marta telefon qildilar. 10 marta telefon qildilar degan. Ha. Oyog'im og'riyapti deb aytadilarmi? Qani, olchi. Rahmat. Nima qilib ovora bo'lib yuribsan? Ha, yo'q, ovorasi bormi? Bu nutva mahsuloti tabiiy giyohlardan tayyorlangan. O'g'lingizdan eshitib qoluvdim. Bo'g'imlaringizda og'riqlar bor ekan. Shunga yordam beradi. Endi bu kichkina bir e'tibor. E'tibor deysanmi? Ha, Rahmat bolam. arzimaydi. Bundan tashqari so'radigan mazi ham bor. Ayolim o'tib ketgandan keyin yolg'iz qoldim. Ba'zan o'zingni hech kimga kerakmas deb his qilasan. Yo'q, amaki, unaqa demang. Maylimi hozir ko'nglingizga kelmasa bir ish qilsam. Bolam, Labay? odamni xijolat qilding-da. Yo'q, nega? Hammasi yaxshi. Rahmat, baraka top. Arzimaydi. Ha. O'rta? Ha? Yaxshimisan? Uzr, qo'lim yonida. Assalomu alaykum, adi. Va alaykum assalom. Endi menga ruxsat, amaki. Yo'q, to'xta. Labay? Qani, duoga quloq ochinglar. Ha. Ishlaring rivojini bersin. Hammaga shunaqa o'g'illar nasib qilsin-da. Rahmat, amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Mayli, yaxshi o'tir. Rahmat senga. Ko'rishamiz, o'rta. Babir. Tushunmadim. Nima qilganing bu? Yo o'zingni ko'rsatgani keldingmi? Otamni bir dona duosiga qanchalik zorligimni bilasan, ha? Agar qani degani imkoni bo'lsa, men otamni oyoqlarini ertalabgacha, qo'lim sinib ketgungacha uqalab chiqishga ham tayyor edim. Lekin afsus, buni imkoni yo'q. Otangni duosini ol. Ular ancha yolg'iz bo'lib qoldilar. Keyin kech bo'lmasin.